19 asrda Norvegiyada yashab o'tgan yozuvchi Arni Garborgning pul haqida aytgan mana so'zi asrlardan beri eg'izdan eg'izga ko'chib yurmoqda. O kishi pul haqida bunday deydi. Kishilar pulni hammaga qodir deyishida amaliyot bunday emas. Pul bilan siz yemak, ichmakni setib olmaysiz, lekin ishtonni setib olmaysiz. Doğru darmakni setib olmaysiz, lekin sog'lomlikni setib olmaysiz. Pul bilan siz parpur ko'rina olasiz, lekin go'zallikni setib olmaysiz. Pul bilan siz xizmatchilarni yollay olasiz, lekin haqiqiy sadoqatni, ularning sadoqatini setib olmaysiz. Pul bilan siz piyozning postidagi odamlarni yeningizga to'play olishingiz mumkin, lekin do'stlarni, haqiqiy do'stlarni setib olmaysiz. Pul bilan siz bilimga erishishingiz mumkin, ammo aql farosatni setib olmaysiz. Qisqasi siz pul bilan narsalarning shakliga erisha olasiz, ammo mig'izga erisha olmaysiz degan bunday bir so'zni qilgan. Bu kishi pul bo'lsa, pul bilan nima qiyg'ili bo'ldigan, qiyg'ili bo'lmaydiganligi to'g'risida to'xtalgani bilan pul bo'lmasa qanday holatda bo'lib qolganligimiz haqida bir nima demagan. Buni deyishning vaqti yo'q. Sababi pul bo'lmagan ahvol ostidagi kishilarningki muhtojligi, bechoraligi, g'irb-g'urvachiligini ko'z oldimizga keltirsak bo'ladi. Muhtojlik, nomratlik bu inson erkinligini bo'g'adigan bir dushman. Shunaq bo'lganlikdan tarixdan buyon bizning zil, chechan ota-bobolarimiz hayotning ma'lum qismlarida hayotning qonuniyatlari tushangani uchun hayotning ma'lum bir paytlarida o'zlarining keyinligi uchun oz to'la 2-4 tanga tashlab qo'ygan. Uni hamyonlarga, katlarga sağan, şunun bilan tamning to'shiklariga, lim to'risninki ichiga oltinlarni tiqib qo'ygan shunaqa hikoyalar bo'ladigan. Bundan maqsad nima desa, keyingi kunlarda boshqa kun tushgan vaqtda, yashangan vaqtda, emgak iqtidoridan qolgan vaqtda boshqalarga tayinib qolmay, boshqalarga yuk bo'lib qolmay deb o'ylagan bo'lish mumkin. Birinchidan, ikkinchidan bu dunyoda yashab, o dunyoga ketguncha bir xil izzat hurmatim bilan ketay deb o'ylagan bo'lish mumkin. Uchinchidan, o'zining farzandlariga oz to'la bir narsa miros qoldirib qo'yay deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Endi bu ota-bobolarimizningki bularningki ashundoq esl an'anasi, ya'ni chechan ota-bobolarimizdan qolib qolgan shu an'ana. Vaholanki biz boshqa bir davrda o'xshamagan jamiyatlarda yashayapmiz. Shunaqa ekan biz elga borsang ilingcha, so'l kirsang bilingcha degan qoida bo'yicha o'zimiz yashayotgan jamiyatlarda zodi qanday qilib o'zimizning keyinligi uchun yashangan vaqtda har xil muhtojliklarga duchor bo'lib qolmaslik uchun nima qilishimiz kerak degan muayyan tadbir xarakterli narsalar ustida izlanishimizga to'g'ri keladi. Mening iqtisod huquqimni bildigan raqam soylarim, do'stlarim bir necha yildan yaqindan buyon shu pensiya haqida, pensiya puli haqida, yashangandan keyingi turmush haqida ozgina savollarni so'ragan bo'ldi. Ularga bilginimni deb berdim. Endi men tunji qatim shu YouTube'da kanal ochib, shu to'g'risida bizning qarindoshlarimiz, dunyoning har qaysi joyida yashayotgan qarindoshlarimiz ozgina hukm xarakterli narsalarni bilib qo'ygani yaxshi ekan. Shunday qilishning zaruriyati bor ekan deb o'ylab, men bu narsani so'zlayapman. Bu birinchi leksiya bo'ladi. Bu birinchi leksiyada pensiya bo'pmi shu Amerikada yashayotgan, har qaysi davlatlarda yashayotgan kishilarningki shu davlatlarning paravollik tuzumlari, boj siyosati bular o'xshamaydi. Shunga qarab turib ish tutsa bo'ladi. Bu yerda hammadamga to'g'ri keladigan bir ton chapan yo'q. Shunga o'zimizning yashayotgan jamiyatimizdagi har qaysi tuzumlarga, boj tuzumi, moliya tuzumi, aning keyin mablag'chilik qoida nizomlari degandek mushunaqlarni tushunib, mush asosda ish tutsak bo'ladi. Men Amerikada yashayotganligim uchun Amerikaning ahvolidan chiqish qilib, bu to'g'risida pensiya puli haqida savat xarakterli narsalarni so'zlab beray deb o'yladim ko'pchilikka. Bugun asosliqi meningki nuqtaliq to'xtalganim IRA bo'ladi. Ya'ni Individual Retirement Account xususlarning pensiya puli haqidagi bir savat xarakterli narsa. 1933 yili Amerikada iqtisodiy bo'hron bo'lgan vaqtda
eng ig'ir shu bo'hronning zarbasiga uchragan kishilar yashanganlar bo'lgan. Buni ko'rgandan keyin Amerika hukumati bu yashanganlarningki eng tuvan kishilik moddiy ehtiyojlarni qamdaydigan bir sistem barpo qilmasak bo'lmaydi ekanda, hozir biz bilayotgan social security tuzumini qurib chiqqan, ya'ni ijtimoiy sug'urta tuzumini qurib chiqqan. Amerikada hozir o'ttircha kishilarning o'ttircha umr ko'rish nisbati 79 yil bilan 80 yil oralig'ida. Hammamizning hayotimizning o'zimizning cheki bor. Ma'lum vaqtning hayotning ma'lum nuqtasiga yetgan vaqtda biz pensiyaga chiqamiz agar Xudoyim umrimizni bersa. Unda qilsa, hozir Amerikada to'liq pensiya puli, ya'ni ijtimoiy sug'urtadan to'liq pensiya puli oladigan yosh qancha desa 60 bu yil 66 bilan 67 dan o'tirsa, ya'ni 67 yoshga kiradigan vaqtda pensiyaga chiqsangiz, pensiya markaziy hukumatdan shu ijtimoiy sug'urtadan to'liq maoshga erishasiz, pensiya puliga erishasiz. Lekin bu pul uncha lojiq emas. Bu ay bu kunlarda Amerikada pensiya maosh olayotganlarning o'ttircha qo'lga tegirgan chekning so'masi $1500. Eng yuqorisidan $3000. Bu pul bilan biz yashagan vaqtda o'zimizning yana nurg'un moddiy ehtiyojlardan chiqib bo'lolmaymiz. Shunday bo'lganlikdan Amerika hukumati o'zlarining fuqarolarga xizmat tushgan vaqtdan boshlabla pensiya puliga pul qo'yishga tashabbus qilib, uningga ba'zi qulayliklarni yaratib bergan. Bulardan bir necha turi bor. Buning ichida 403k, 401k deydi, 141k deydi, 403b deydi, 403b deydi. Bular to'g'risida keyin to'xtalman. Ammo men hozir xususan pensiya puli hisoboti haqida to'xtalman. IRA deb. Buningki bu qanday narsa desa, Amerika hukumati shaxsiylarni o'z oldiga shunday o'zining tapavatidan, maoshidan, kirimidan muayyan pulni hozirdan boshlab keyingi yashangani uchun qo'yib mengishga tashabbus qiladigan shunday bir tuzum. Ya'ni siz maoshingizdan ma'lum pulni qo'yib mangasiz, pensiyaga chiqqan vaqtda shu pulingizni ishlatasiz. Bunday qilishdan maqsad haqli albatta o'ylaydi. Men hozir maoshimning bir qismini pensiyaga qo'yib mangsam, bugungi iste'molim meni tuvallab ketadi. Cho'nglarning gapi bor. Atki quyruqdan bugungi o'pki yaxshi deb. Bugun qanchalik yashashimni uqmayman. Lekin hozir pulimni ilib ko'proq obdan rahatlanmam deb o'ylaydigan odamlar bor. Ammo ba'zilar bor, nima desa, navbat uzun yashab qolsam, xarob qolaman deb hozirdan boshlab buni diqqat qiladigan odamlar bor. Shunlashqa Amerika hukumati kishilarga bir xil ilhom bo'lsin, rag'bat bo'lsin uchun sizlar hozirdan boshlab pensiya pul qo'yib mansanglar, pensiya pulingizga navbatda hozir kirim bejidan to'laydigan bejinglar tuvan bo'ladi, ammo sizning pensiyaga bugun qo'yib mangan pulinglar keyin siz pensiyaga chiqqan vaqtda palonchi nurg'un pul bo'ladi degan maqsadda. Ya'ni hozirgi boj tusumidan sizlar foydalanib ko'proq pulni omonat qo'yib qo'yinglar. Bugungi iste'molingni tuvantish orqali, azroqni azaytish orqali keyin kelgusida yuqoriroq, yaxshiroq, sifatliroq iste'molni barliq keltiringlar degan maqsadda shu IRA hisobotini kishilarga tashabbus qiladi. Bu IRA deganning bu xususlarninki pensiya hisobotining turlari bir necha xil. Men bu yerda faqat ishchi xizmatchilarga muvofiq keladigan ikki qismlarni deyman. Buning birisi an'anaviy shakldagi yakka pensiya puli, undan yana birisi Roth xususiy pensiya puli. Bu yerdagi an'anaviy shakldagi IRA degan nima degan vaqtda, an'anaviy shakldagi IRA bu sizning maoshingizdan bir qismini siz pensiya pulingizga qo'ysiz. Qolib qolganiga boj to'laysiz. Roth IRA degani cho'disa, IRA degani nima cho'disa, Roth degani bir Amerikaning Delaware shtatidan bo'lgan Kengash palatasiningki a'zosi Roth degan odamning ismi qo'yilgan. Shuning tashabbus bilan ma'qullangan qonun bu. Shu Roth IRA degan qanday desa, sen avval bojni to'lab bo'lsan, to'lab bo'lgandan keyinki qo'lingga tegadigan puldan bir qismini pensiya pulini qo'yib mangsan deydigan. Shunday bir usul. Bu masalani texnik yaxshiroq tushuntirish uchun men ikki odam bor deydi. Bu ikki odamning ham sharoiti o'xshash. Yeshi o'xshash, maosh o'xshash, faqat bir narsa o'xshamaydi. Bularningki pensiya puliga qo'ydigan pul qo'ymaslik yoki qo'yish sommasi mushul o'xshamaydi. Bu odamni men oson masalani tushuntirish o'ng'ay bo'lish uchun
avot va savot deb olay. Har ikkisining maaşı 60 ming dollar bo'lsin. Har ikkisining maaşı 60 ming dollar. Yeşi o'xshash, 25 yoshga kirdi. Avot men kelgusida namrat yashig'im yo'q deb, hozirdan boshlab Amerikaninki shu xususiylarninki pensiya puli qo'yishni rag'batlantirgan siyosatdan foydalanib yilga buni jiq qo'yg'ili olmaydi endi. 6 ming dollar demi 25 yoshda 6 ming dollar qo'yapmandi. 6 ming dollar qo'yapmandi. Buningki qolib qolgan pul 54 ming qoldi. Endi bu 54 mingdan bu necha xil bajlarni to'lab, keyin endi baj topshirgan vaqtda bu uning kirimiga hukumat bergan kreditlarni bundaq hisoblab ma'lum bir prosentda hukumatga baj topshirdi. Endi Saud qarasak, Saud men 6 ming dollarni hozir pensiya pulim qo'yib olsam, qo'lim tikadigan pul, hozir pulim biroz 50 dollar ya har qitimliq chekda 50 dollar oz keladi ekan. Bu 50 dollarmi pul emasmi? Bu kelgusida ato'ga nima bo'ldi, uni Xudoyim biladi. Hozir keyingi quyruqni hozir o'pga yaxshi deb manda o'ylaydigan yoki bugun poldiron barda poldiron yo'q qarab poldiron deydigan manda bir adam. Bularning sharoitlari o'xshash, faqat mablag'chilikda tanlagan usul o'xshamaydi. Avot yilga 6 ming dollarni qo'yapmandi, Savot qo'ymadi. Keyin pensiya chiqsam hukumat pul berdi, ijtimoiy sug'urtadan. Endi qarang, 40 yil pul qo'ygandan keyin Savot 40 yil ishni qo'ymadi, Avot qo'ydi. Avotning qo'ygan puli yilga 8%lik foyda kelsa, albatta bu paycheki bozorida, kapital bozorida aylandi bu. O'tir hisob bilan 8 yil 8% foyda kelsa, 40 yildan keyin buning puli 2 millionga yaqinlab qoladi degan gap. Savotning cho'g'asi hech nimasi yo'q. Qirgan vaqtda Avotning nimasi bo'ladi? Avotning ijtimoiy sug'urtadan kelgan puli bo'ladi. Ondan yilga 6 ming dollardan qo'yapmangan, 50 yoshdan oshsangiz yilga 7 ming dollar qo'ya olasiz. Agar maoshingiz bak yuqori bo'lsa, siz undan qo'ya olmaysiz. Uni cheklamiz vojmi. 6 ming dollardan qo'yapmangan Avotning qo'lida 2 milliondek pul bo'ladi. Pensiyaga chiqqan vaqtda Savotnikida faqat ijtimoiy sug'urtadan kelganlar 20 ming dollar, 3 ming dollar pul bo'ldi. Avotnikida 20 ming dollar ijtimoiy sug'urtadan kelgan 3 ming dollar pul bo'ldi. Undan sirt yana bir necha million pul bo'ldi. Oxirgi umrini anchalar moddiy mushtlashlikdan xoli holda yaxshiroq yashaydi. Endi qo'lida bor bo'lsa, g'am andishim ozroq bo'ladi, salomatligim yaxshiroq bo'ladi. Iqtisodda bir tajribachilik hisoblanmasligimi da biz shunday deymiz. Odamlar bayroq bo'lgan sari salomatliroq bo'ladi deydigan shunday bir qarashlarimiz bor. Bu pullarni bu pensiyaga qo'ygan bu pullarni xohlagan vaqtda og'ilmaydi. Olaman desangiz, ham boj to'laysiz, ham jarimani to'laysiz. Faqat 59,5 yoshga kirgan vaqtda asos bo'ladi. Mana bir gap. Pensiyaga chiqqan vaqtda bu pulingizni olsangiz, chunki siz rasmiy xizmatdan keladigan maoshingizni ayrirdingiz. Shundaymi? Sizga keladigan social ijtimoiy sug'urtadan keladigan pul, pensiya puli o'zingiz qo'ygan pul, bu pullarni qo'shib kelsangiz, sizning umumiy kirangiz yuqori bo'lmaydi. Shuning u chaqda to'laydigan bojninki nisbati to'varak bo'ladi. Hozir siz pensiya puliga hech qanday pul qo'ymasangiz, Savot yuqoriroq avt qaragan vaqtda yuqoriroq nisbatda hukumatga boj topshirib ketadi. Hukumat topshirib ketgan topshirgan bu beja buning nisbatan aytgan vaqtda hukumatga foyda, buning nisbatan ziyon. An'anaviy IRA bilan Roth IRAning farqi mishadi. Ya'ni an'anaviy IRAdan bu kishilar pensiya pul qo'ygan vaqtda umumiy maoshidan 60 ming dollar maoshdan 60 ming dollar maoshdan 6 ming dollarni qo'yib 54 mingni asos qilib turib boj topshirsa, an'anaviy Roth IRA qanday desa, butun bojlarni topshirib bo'lgandan keyin qo'liga tegadigan naqd puldan pensiya puli qo'yib mengish bo'ladi. Shunga Roth IRA ga pul qo'ygan odamlar pensiya eshik to'shgan vaqtda hukumatga boj topshirmaydi. Bu jarayonda pul yilda aylandi, uningga har xil nimalar keladi, aylanib turdi, pulni topadi degan gap emasmi? Shunga ba'zilar nima deydi desa, o'sha seningki
baj to'lash nisbatan sen yuqori nisbatda baj to'lamasang, sen pulingni Ross IRAga qo'ysang, yaxshiroq deb mandaq tashabbus qilganlar bor. Endi bu ishlarninki zodi qandaq degan nisbatan inchga buni sonliq ma'lumotlar bilan har xil qiyoslar bilan tushunsak texnik yaxshi tushundirdik, lekin leksiya bak uzun bo'lib ketmoq uchun buni shu yerda to'xtatay. Bu savat xarakterli narsa. Keyin yana so'zlasak bo'ladi. Rahmat sizlarga.